Avstriya tog'laridan azizlar. Qani topingchi bu nima zot dedi-yu. Shaxsiy tomorqa yotgan joyimizni o'zini shaxsiy kichkinagina fermachasi bor ekan. Fransuzcha alpin. Men qo'y zotini men bilmayman, to'g'risi birinchi marta ko'rishim bo'ldi. Mana. Mana azizlar. Lekin ajoyib juda ham. Mana. Nima zotligini bilmayman. Bilganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu qo'yi zoti mana bunaqa zot deb. Mana qo'chqorni ko'ramiz, qo'chqor. Qo'chqor. Garbanos, go'rbi juda ham katta. Shoxi yonga o'sgan, xuddiki quloq tagidan o'sgandek. Chak. Ha, mana tepadan o'sib, aylanib jibr boshqacha chiqqan ekan. Xo'p. O'tda yotgan qo'ylar hammasi. Bu qo'ylar tuz mana ona bola. Bular somonga o'xshagan narsa ekan. Bechoralar qorni ochishni deyman, rosa bari jindilik qilyapti. Esinglardan chiqmasin, kommentariyada bu qo'yning zoti nima? Kommentariyaga yozib qo'yasiz, rahmat.